ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئۆز تور بېتىدە ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇمغا بېغىشلانغان مەخسۇس سەھىپە تەسىس قىلدى. Xitoy Kompartiyasining Şinjangdagi kishilik huquq dafsandachiligi deb atalgan bu sahifə inglizcha, ruscha, arabcha va xitoychadan iborat 4 xil tilda ta'sis qilingan. Uningda Şinjangda nim bo'layotidi, majburiy emgak, majburiy nopus kontrol qilish, diniy erkinlikni dafsanda qilish, tashqi ishlar ministri Pompeoning bayonlari qatorliq maxsus temalar bo'yicha ayrim batlar ta'sis qilinib, Uyg'ur elida yuz berayotgan ig'ir kishilik huquq dafsandachiliklari sistemli holda tushuntirib berilgan. Bu sayfada yana Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning bugungacha Uyg'urlar haqida bergan barliq bayonotlari, televiziya ziyoratlari, shundaqla Amerika tashqi ishlar ministrligi va savdo ministrligi tomonidan hozirgacha Uyg'ur elidagi zulmga aloqador e'lon qilingan barliq jazo tadbirlari, viza cheklamasi va aloqador qonun tuzumlar birma-bir tuzib chiqilgan. Chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilar Amerika tashqi ishlar ministrligining Uyg'ur masalasiga beg'ishlangan 4 tillik bundaq sayfa ta'sis qilishi Amerikaning Uyg'ur masalasiga berayotgan zo'r ahamiyatini namoyon qiladi deb qaramoqda.